Bugungi kunda Olmaliq metallurgiya kombinatida amalga oshirilayotgan yirik investitsiyaviy loyiha, yoshlik bir qonini o'zlashtirish jarayonlari, yangi ishlab chiqarish obyektlarining barpo etilishiga, ish o'rinlari va sanoat tarmoqlarining kengayishiga sabab bo'lmoqda. Xususan, kuni kecha foydalanishga topshirilgan emulsion portlatish materiallari zavodi ham shular jumlasidandir. Mazkur obyektning ochilish marosimida kombinat rahbariyati, mehnat faxriylari va jamoatchilik vakillari ishtirok etishdi. Tantanali marosimda zavod qurilishida faol ishtirok etgan bir guruh mutaxassislar va quruvchilar qimmatbaho sovg'alar bilan rag'batlantirildi. Portlatuvchi materiallar zavodi Chilangar ta'mirlovchisi Talyapov Bahodir Urazmatovich taqdirlandi. Qalmoqir va yoshlik bir konlarida tasdiqlangan reja asosida portlatish ishlarini bajarish maqsadida barpo etilgan emulsion portlatish materiallari zavodi universal ko'rinishda to'liq avtomatlashtirilgan bo'lib, mahalliy komponentlardan foydalangan holda mahsulot ishlab chiqaradi. Quvvati yiliga 90 ming tonnani tashkil etuvchi yangi zavod nafaqat kombinat, balki respublika sanoati va infratuzilmasi uchun ham juda foydalidir. Iqtisodiy jihatdan qaraganda ushbu obyektda yaratilgan qo'shimcha ish o'rinlari aholi turmush darajasini yaxshilashga xizmat qiladi. Ta'kidlash kerakki, mazkur korxonaning har bir ishlab chiqarish bosqichida xalqaro xavfsizlik standartlarining bajarilishi qat'iy ta'minlangan. Ahamiyatli jihati elektr energiyasi va tabiiy resurslardan unumli foydalanish maqsadida emulsiyali portlovchi modda ishlab chiqarish jarayonida hosil bo'lgan oqova suv kimyoviy tozalanib, yana texnologiyada qayta foydalanish uchun zamonaviy tozalash inshooti barpo etildi. Uning yordamida sutkasiga 25 kub suv resursi qayta ishlanib, tabiatga zarar keltirilishining oldi olindi. Yangi portlovchi materiallar ishlab chiqarish zavodimiz 2022-yil loyihalanish boshlangan. Bugun ochilish marosimida turibmiz. Bu zavodga qurilishida omborlarimiz kengaytirildi, yangi elektr tarmoqlari tortildi, suvni qayta ishlash inshooti barpo qilindi, yangi kompressor liniyalari, o'rin ishlab chiqarish uskunalari va eng asosiysi Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan emulsiya ishlab chiqarish liniyasi qurib bitkazildi. Barcha ishlatiladigan mahsulotlar mahalliylashtirilgan. Biz hozir hech narsani chetdan alohida komponent sotib olmaymiz, hammasi o'zimizniki. Yangi zavodning aylanma suv sovutish qurilmasi ham ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, resurslardan tejamkorona foydalanish, ekologik barqarorlikni ta'minlash va iqtisodiy samaradorlikka erishish, mahsulot tannarxini pasaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Xalqaro standartlarga javob beruvchi emulsion portlatish materiallari zavodidagi har bir bosqich nazorati raqamlashtirilgan dasturlar orqali amalga oshiriladi. Shu paytgacha ishlab kelgan zavodimizda ishlab chiqarish quvvati yiliga 40 ming bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunga kelib bu zavodni ishga tushishi munosabati bilan bu ishlab chiqarish quvvatimiz 90 ming tonnaga yetdi. Eski zavodimizda inson faktori juda ham ko'p bo'lgan. Bu yangi zavodimizda inson faktori kam. Birinchidan asosiy tarmoq avtomatlashtirilgan bo'lib, laboratoriya tahlillari aniq natijalar bilan ishlab chiqarish imkoniyatiga ega bo'lgan zavodlardan biri deb ayta olish imkoniyatiga egamiz. Masalan, quyushqoqligini, laboratoriya tahlilini, zichligini va undan tashqari ularning tarkibidagi pH miqdorlarining aniqlik darajasi 100% mukammal darajada ko'rsatib berilyapti. Bu bizga ishlab chiqarilayotgan portlovchi mahsulotimizda yana ham aniq va mukammalligini ta'minlab bera olish hisobiga ega deb o'ylayman bu narsa. Qurilish ishlari kombinatning Olmaliq metallurg qurilish tresti, ixtisoslashtirilgan ta'mirlash ishlari boshqarmasi hamda pudratchi tashkilot tomonidan amalga oshirildi. Loyihaviy qiymati 81 milliard so'mni tashkil etuvchi ushbu zavodning foydalanishga topshirilishi natijasida 68 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Kombinatning birinchi emulsion portlatish moddalari ishlab chiqarish zavodi 1997-yil barpo etilgan bo'lib, yangi obyekt ayni shu yo'nalishdagi ikkinchi korxona hisoblanadi.